bahor kelib kunlar isib qolgandan keyin, yopiq medallar ham ochilgandan keyin shu orqamda turgan Isuzu'ni davri kelyapti endi akalar. Isuzu MT-82L CNG, ya'ni zavodskiy gazda harakatlanadigan avtomobilimiz. Bu avtomobilimizning boshlang'ich 25% bilan kreditga xarid qilmasanglar bo'ladi akalar. Bitta naqd pulga bo'lsa, shuni avtosalonga tashib berasizlar, sotib olib ketadigan joyi. Shu avtomobilimizda ma'lumot berib o'tadigan bo'lsa, ichida 150 litrlik gaz balon. Bu gaz balon bilan sizlar 100 kilometrga 25 kub gaz sarflaydi. O'xshi yuradigan masofalar 250-300 kilometr tashkil etadi. Avtomobilimiz kabinasida barcha qulayliklar bor. Haydovchi uchun barcha hamma qulayliklar, konditsioner, abagrev, oynalar elektronik tushib chiqadigan. Xullas, shofyor akalarning orzusida mashina. Ham Gentra'dan nimasi yumshoq bo'ladi. Hadovoy. Mazza haydaydigan mashina. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar, pastda nomer qoldiramiz, o'sha nomerga telefon qilasizlar. Batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Yoki kredit bo'yicha ham shu nomerda bo'lamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xayr, sog' bo'linglar.